Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu batareyka necha foizda ko'rsatyapti? Taxmin qilib tursalar, endi mana shunaqangi o'ynaydi bir obzorni qilib beraman. Ko'rishlar mumkin. Instagram postli o'ynagimiz tayyor bo'ldi. Hammasi o'ynaydigan. Hali nakleykalarsiz varianti o'ynaydi o'ziga mana. Salkam telefonni o'zini chiqarib qo'yganmiz. Soatlar hamma yo'llari ideal, profillar uchun mana shunaqangi bo'sh joy qoldirib ketganmiz. Bu yerda mana profillar, bitta hozir ko'rishlar mumkin. Nimaga bunaqa dumalab turibdi deyishlar mumkin mana. Buni ichi ko'rinadi. Mana bitta rasm chiqarib yopishtirib qo'yamiz. Xudo xolasa avatarkalarini ko'rishlar mumkin. O'ynayimizning holati va zo'r. Ideal, kerak bo'lsa shunaqangi layklarni ham qizartirib qo'yganmiz. Ataydan hozir svetni o'chirib turib obzor qilyapman. Bu har doimgidek 3 xil yonadigan podsetkali o'ynayimiz bo'ladi. Hozir mana svet yoqamiz. Hoppa. Salkam telefonni o'zib qolibdimi? Xo'sh, mana oq, sariq ikkosi birgalikda. Eng zo'ri oq deb o'ylayman. Endi oqni ko'rdik. Sariqni ham ko'rib qo'yaylik. Ko'rishlar mumkin. O'ynay, prosta tak bomba. Kimga shunaqangi Instagram post o'ynaylar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Biz bilan bog'lanishsa, ishlarni shunaqangi sifatli darajada bitkazib beramiz. Bitta like bilan podpiskani bosib qo'ysalar, xudo xolasa bundan keyingi yangiliklarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Hammalarga kattagan rahmat. Sog' bo'linglar.